Ijtimoiy tarmoqda kuzatgan hamyurtlar 2025-yil 26-mart sanasida ablonka ishlari ketyapti. Bu nok ko'chatlarimiz kuzga tayyor bo'ladi. Noyabrga inshaalloh Xudo xolasa ko'rishlaring mumkin. 60 ga ekilgan. Xudo xolasa ishlari juda avjida ketyapti. Bu yerda 5 xil noklarimiz bor. Bir qilib berolmadik. Va'dal go'zal degan noklarimizni yetkazolmadik ko'chatini. Xudo xolasa mana ko'rishlaring mumkin. O'tgan avgustda payvand bo'lgan. Mana gullagan уже mana guli bilan meva qilgandan ko'rsatib o'tamiz. Holatiga baho beringlar ko'chatni. Xudo xolasa shunga yetib keldi mana ko'chatlar. Gullarini ko'ringlar. Xudo xolasa mana ablonkalari chotga bo'lib ketyapti mana. Xudo xolasa kuzda ko'chirib beramiz inshaalloh Xudo xolasa. Mana uni ko'ringlar gullaganini. 8 ta 10 ta gullab qo'ygan. Xudo xolasa ko'chatlarimiz o'ta a'lo. Mana bular beximiz, mana beximizni ham ablonka ishlari ketyapti. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana ablonkasi qilinib, mana yovvoyi solinib. Yovvoylarni tashlaymiz mana. Olib tashlab ulanganini qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa bu ham mana kuzga tayyor bo'ladi mana. Ishchilar mana ishlayapti Xudo xolasa. Mehnatlarga bitta like bosib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar.